davosi yo'q deb yozibdi ko'p kishi kommentlarga. Allergiyaning davosi bor, faqat dangasalar ko'p. Dangasalar bular doktorga borib ukoldoriga yopishib olgan bor. Doktor nima qiladi allergiyada? Faqat garmon uradi. Garmon ishlatiladi allergiyani kasallariga doktorlarda. U garmon jigarni yeydi, semirtiradi, zarar u garmon. Mana tabiatga murojaat qilaylik. Mana tirik guvohman maslaga. Yaxshi bo'ldimi shundan. 10 kundan ko'p borishlaringiz kerak tog'lik joylarga. 10 kunda qon toza bo'lar ekanda, 10 kun o'tgandan keyin qon tozalanish boshlangan ekan. Kami 12 kun. Ikkinchisi lola qizg'aldoqni urug'i. Shuni sotib olasizlar, lola qizg'aldoqni o'sha g'unchachasi bo'ladi, shuni ichasizlar. Uchinchisi yantoqni tanasi, tomir emas, faqat guli. Gulini terib olib ichasizlar. To'rtinchisi kanaplanne masla degan narsa bor. Ana shundan olib shisha 1 yilda 2 marta ichasizlar. Keyin mana marhamat astma allergiya